bugun biz Andijonning Asakasidamiz, ya'ni G'ayrat Mahmudovning xonadonlarida turibmiz. Endi xudo xolasa hali nasib bo'lsa BMW Mercedes minadigan payt ketganda ki Malibu mingani uyatib qolasiz-ku. Yomon gapiraman a. Qizlar bilan o'ynaganmiz. Qizlar o'tirib olib, naqala qilib o'tirsa, naqala aylanadi-yu. Shu 8-9 o'tganimizda mening san'atga bo'lgan qiziqishim yuqorilik qilib ketganda, To'g'risini ayting. Nechta qiz yaxshi ko'rgansiz maktab payti? Siz urganmi? Maktabda o'qituvchidan emas, o'z qizlarning gap yeganmiz ama. YouTube'dan qancha topasiz, demak, Instagramdan qancha topasiz? YouTube'dan o'rtacha qancha keladi oyiga? Sen menga bir oyda 10 ming dollar olib kelsang, senga 3 ming beraman degan. Oy berayim ber deyapti, o'zini ham borib, uyi, ofisi, har bitta kompyuterxonalari, o'sha yerlarda nima bizneslari bor, zaksga chiqadigan mashinalari, hamma bizneslari bor. Kommentariyaga yozing, o'chirib olmaysiz yozgan kommentlarni aka. Yo'q. Qilaveramiz. Chotki. Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Sizlar bilan Oybek Raimberdiyev. Sizlarning yangi xonadonga tashrif ko'rsatuvini yangi sonda ko'rib turgandan bag'oyatda xursandman. Bugun biz Andijonning Asakasidamiz, ya'ni G'ayrat Mahmudovning xonadonlarida turibmiz. Maqsad nima? O'tgan yil adashmasam 1,5 yil oldin bular bilan biz xonadonga tashrif ko'rsatuvini olganmiz va intervyu olgandik. Juda ko'p odamga yoqqan, ma'qul kelgan. Mana shu yerda katta bolalarning mashinasi turuvdi. Gentrajon turgan. Endi 1,5 yildan keyin Gentrajon shuna bo'lib Hyundai bo'ldi. Hyundaidan keyin Malibu 2 bo'ldi, yana Malibu 2 da qoldi. Endi biz o'tgan safar G'ayrat akaning ofisi va hovlilarini ko'rsatdik. Endi bu safar biz o'qigan maktablari va yangi olgan kvartiralari, ikkinchi xotinlari, uchinchi xotinlari haqida batafsil ko'rsatib beraman. Unda o'rtoqlar biz bilan qolinglar, hazil albatta hozir bir pastda so'kishib, nimadirlar qilib tashamaylar. Bilasizlar, biz ancha yo'q bo'lib qoldik, ijoddan sababi bor. Bu ijobiy tarafga sabab albatta, yomon tarafga emas. Bir ikkita ishlarni qilib oldik, sal bo'lsa ham o'sdik. Shuning uchun hozir taqalatamiz, G'ayrat akani chaqiramiz, hamma savollarni berib va yana ham yaqindan tanishamiz. Unda ketdik. Kelinglar o'rtoqlar. Malibu baribir katta bolalarnikida qaranglar turishni. Nasib qilsin. G'ayrat aka. Darvoza yangilangan Sotiljon bilan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oybek aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat, o'zinglar omonmisizlar aka. Yaxshimi? To'g'ri. Siz men qoyil qolamanda aka, men yuzga kelaman, har doim mikrofon taqilgan bo'ladi. Tayyor turadi. Men har doim har narsa tayyor turaman aka, to'g'ri sizlar kamera bilan kelib olishlar kutmodim men to'g'risi. Qachon? Opam budjetga ovoz yig'ib berishadi shunga, hali. Mahalla opam budjetga deb chaqiryapti deb mikrofon bilan chiqdim. Siz mahallada yig'yaptimi? Yig'yapsiz aka, ovoz beringlar biz mahallaga. Istoriya qo'ymaydingizmi? Qildim, istoriya qildim, YouTube'ga ham qo'ydim aka. Yo'q. Ha, endi odamlar ham aqlli bo'lib ketgan, hozir pul bersin deyapti-da. Pul bermasa yo'q. Yo'q, pul bermasa yo'q deyapti-yu. O'zi yaxshimi? Rahmat aka. Ijodlar, charchamasdan. Zo'r. Xo'p, 1,5 yil oldingiz kelganmiz. Ha? Malibu o'zgargan. Uzr. Gentra o'zgargan, Malibu bo'lgan. Yo'q. Gentra Hyundai bo'ldi, Hyundai Malibu bo'ldi, Malibu ikkinchi xotin bo'ldi. Yo'q, Gentra Tracker 2 bo'ldi. Ha, Tracker 2 oldingiz. Oq. Tracker 2dan Hyundai Tucson bo'ldi. Nimaga Gentrani anaqa Tracker sotdingiz? Tushunmadim. Tracker bilan aka chiqisholmay qoldik, tablosi o'chib qoldi, yangi Trackerida yonmay qoldi. Hali ko'ngli sovsa, bo'lmay ekan-ku, ko'ngli sovib bo'lsa. Tablo umuman ko'rinmay yonmay qoldi. Keyin surishtirsam $400 ekan. Keyin olgan odamga shunday qaytib berdimda, uniga o'zida Hyundai Tucson bor edi. Koreyska ekanda aka. Shuni oldim. Maza qildim. Undan keyin endi Malibu. Bu endi hali Malibular biz yoshligimizda bular 16-17-yillarda chiqqanda rosa endi o'spirin payt bo'ladi-yu. Hali unga aniq matizgan pulingiz yo'q, hali beri 5-6 yil ichida. Lekin hali zakslarda kelsa, mahallalarga, to'ylarda ko'rsangiz, va niyat qilardingiz-ku. Shunaqa dilimizda shunaqa niyat turardi. Bu shuning uchun buni oldim, buni minish uchun. Lekin Hyundai Tucson'daqa emas, bularda yumshoqligi, hadavoyi. Просто tak niyat. Niyatingiz bo'lgan yoshlikda o'sha niyatni amalga oshirdingiz. Minib qo'yay degan. Ertaga qolib ketadi ko'ngildagi. Xira bo'lmasin dedingiz, oldingiz qo'ydingiz, minyapsiz. Ha, endi xudo xolasa hali nasib bo'lsa BMW Mercedes minadigan payt ketganda ki Malibu mingani
uyatib qolasiz-ku. Yomon gapiraman-a. Niyatli, seriozli shekilli. Niyatli aka, mana bu geyliklar ham minaylik, biz ham Cadillac'lar minaylik. Xudo Nimaga xolasa. arzimaymizmi? Ha? Arziymiz. Arziymiz aka. Ha, bu Xudodan so'rab, birovga yomonligimiz yo'q-ku aka, harakat qilyapmiz-ku mana. Darvozalar yangilab o'rib, sokinlarni yangilabmiz. Bruschatka qilibsiz. Ha, sekin aka, bu ham yoshlikdagi orzularimiz edi. Qarindoshlar birovlarga borsa, burchatkalar ko'rib biz ham qilamiz ekan deb yurardik aka. Chiroyli qilib qo'yibsiz. Yaxshi niyat, ha. Yaxshi niyat aka. Eng qizig'i yangilabsiz-ku, yangi kvartira ham olibsiz, qarang. Ha, yangi kvartira oldik. Sizni hamma yangiliklaringizni men sizni YouTube kanalingizga kirib ko'rib o'tiraman. Endi buni obunachilar bilan ulashaman-da aka. Bu ham chunki biz ham bunaqa narsalarni kimlardadir ko'rib niyat qilyapmiz-ku. Biz ham yetishsin deb, ular bizga o'rnak bo'lyapti-da. Biz ham kimgadir o'rnak bo'lsak, xursand bo'lamizda biz ham. Shunaqa. Endi biz o'tgan safar ofisingizga bordik, Asakadagi. Ha, Ikkinchi ijara turardik. Keyin uyingizga kirdik, mehmoningiz bo'ldik, ovqatingizni yedik, dasturxoningizni maza qilib yedik, ichdik. Endi bitta narsa ko'rsiz esdan chiqibdi. Maktabingiz, o'qigan maktabingiz, ta'lim olgan maktabingiz. Keyin 1 million bo'lganingizni обсуждать qilamiz. Ha, 1 million. Reklamalar, qolgan narsalar o'sha gap. Nima deb o'ylaysiz? Bo'ldi aka, men siz obunachilarsizmi? Ko'rish so'rashma, salomlashmabman aka. Bo'ldi, salomlashing. Salomlashib qo'ying. Avvalambor assalomu alaykum. Oybek Raimberdiyev YouTube kanalida bizni ko'rib turgan obunachilar va bular ichida bizga obuna bo'lib turib ko'rayotgan obunachilar, barchalarga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Mana shu oylarda nima niyatlar qilayotgan bo'lsanglar, hammasiga oshig'i bilan erishib, ha, kuchayib ketinglar hammanglar. Kuzatishda davom etib turinglar, xudo xolasa yangiliklar ko'p do'stlar. Unda biz G'ayrat akaning maktablariga borib, o'sha yerda bir ozgina savol-javob bo'ladi. Keyin ofisingizga boraylik. Keyin ofisdan ijaraga emas, sotib olganmiz. Sotib olgan keyin iftorlikka boramiz keyin. Nas. Ketdik. Ketdik, o'rtoqlar, ketdik. Andijon viloyati Asaka tumani 46-maktab bu aka. Men mana shu yerda o'qiganman, 9 yil mana shu yerda o'qib bitirganman. Litsey emas, maktab. Men oddiy maktab aka. Mana shu yerda shunday o'qib bitirganmiz shu maktabni. Bir etajli bu maktab. Aha. Bizda bir etajli maktab bitta mana shu bo'lsa kerak. Bu territoriyada qo'ya hammasi 2 etaj, 3 etaj bo'lyapti. Lekin bir etajda o'qib ham aka natija qilsa bo'lishini. Nima natija qilibmiz, ha? Maktab o'qib. Ha, oddiy maktab. Universitetda o'qimasdi. O'qigansiz-ku, ha? Qayda? Universitetda o'qigan. Ha, keyin kollejda o'qidim, keyin oliy ma'lumotliman akalar. Shunaqa. Kiramizmi ichkariga? Kiramiz, maktab bo'lmasa ham. Kiring, maktab. Ha, bugun yakshanba kun. Yakshanba emas, 3-chorak tugadi-ku aka. Mana shu aka, masjidlarda kirib borardik-da. Bu tomondan 2 etajli turibdi. Bular yangi qurildi aka, mana bu tomondan 2 etajli. Ha. Endi qachon qurildi? Buning qurilganiga men bitirganimga bu yil 11 yil bo'lsa, buning qurilganiga bir 5 yil bo'lib qoldi. 3 yil, 3-4 yil bo'libdi. Buni savol, yaxshi o'qiganmisiz maktabda? Ha, maktabda yaxshi o'qiganman. U paytda Kamolot bo'lardi oldin. Ha, Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati KVZga o'xshagan. Ha, yo'q, Kamolot yoshlar ittifoqi hozir. Ha, uzr. Yoshlar ittifoqi. Oldin Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati bo'lgan. O'shanda maktabda shu Kamolot bo'yicha ham maktab rahbari edim. Anaqa boshliq edim. Ha, Kamolotchi bo'lgan ekansiz. Ha, Kamolotchi bo'lganmiz. Keyin sinfkom bo'lganman. 9-sinfgacha. 9-sinfda bo'lmaganman sinfkom. Ungacha sinfkom bo'lganman. Anaqa o'qishimiz yaxshi bo'lgan. 8-sinfgacha hamma fandan teng zo'r o'qiganman. Hamma fandan to'g'ri 5 bo'lgan. Matematikasi ham, ingliz tili, rus tili, bu hamma fan, ona tili, adabiyot, tarix, geografiya hammasidan zo'r o'qirdim. Faqat 8-9 yotganimizda mening san'atga bo'lgan qiziqishim yuqorilik qilib ketganda, aka, anaqa hazil-huzulga ko'p berilib ketganmiz. KVZga bo'lsa, shunaqa narsalar, KVZ ko'r, boshqa narsa berilib ketib, keyin kimyo, matematika, fizikalar meni miyamga kerak emas degan tushuncha kelgan. Biz ijodga qiziqayotgan paytimizda faqatgina u paytda shu so'zlab kelib aytib beradigan fanlardan yorib borardim. Uyda mana tarixdan, geografiyadan, zoologiya, biologiya, iqtisodlardan uyda o'qib kelib turib gapirib berasiz. Haligindaqa formula ishlab chiqarib, kvadrat qilmaysiz. Unaqa fanlardan, lekin 9 ni bitirayotganimda hammasidan yaxshi o'qiganman lekin. Zo'r. Endi 46-maktabda o'qiganman deyapsiz. Aka, mana shu yerlar to'g'risini ayting. Nechta qiz yaxshi ko'rgansiz maktab paytida? Maktab paytidami? Maktab paytida nechta qiz yaxshi ko'rganman ekan? Bilmayman, bitta ikkita bo'lsa kerak. Birinchi sevgingiz maktabda bo'lgan. Ha, birinchi muhabbat bo'ladi-yu. O'sha keyin hammada bo'ladi-yu. Yo, aslini ayta olmayman. Nimaga? Ha, yo'q. Kelishmaydimi? Yo'q, biladi. Xotinim ham biladi. Birinchi yo'q. Yo, endi nechta farzandi bor deydi-ku, hali trend bo'lib ketdi. Ikkita. O'g'il qiz. Ikkita qiz bo'lish kerak. Yo'q. Ha, shunda aytganman, menga tekkanda o'g'il bo'lar deb.
Hali ikkitami? Hazillashamiz yo aka. Yo, bu narsani men bundaqa tasavvur qilaman. Maktabdagi birinchi muhabbat bo'ladi-yu. Misol uchun buni to'g'ri qabul qilish kerak. Xotiradan to'g'ri qabul qilgan. Bu detskiy muhabbatda bu. Aka, tushunyapsizmi? Haligindaqa o'zingizcha birinchi muhabbat deysiz ekan-u, mana hozir katta bo'lganingizdan keyin tushunib yetasiz ekan-u. Bu detskiy bo'lar ekanda, sinfdoshiga uylanish bu kam-u, bu juda ham. Sinfdoshingizni yaxshi ko'rganmiz. Ha, shunaqa. bu kam bo'ladi-ku bunaqa narsa aka. Hozir ham o'sha siz paytda o'qigan direktor hozir ham o'sha direktormi? Yo'q, biz paytda geografiyadan dars beradigan Husnudin aka, hozir bu yerda direktor. Ha, yo'q. Ha, biz bu paytdagi direktorimiz hozir bo'shab ketgan, yoshi kattaroq. Oxirgi qachon keldingiz maktabga? Mana 7-mart kuni keldim, yaqinda. Ayollarga pulni ustozlar, bitirib ishdan chiqib ketgan ustozlar, pensiyadagilar, ves ayollarga mana shu aktivniy zalda tadbir bo'layotganda kelib, 1,5 soat kuldirib, tabriklab, har biri bilan gaplashib, so'roq qilib, kayfiyatini ko'tarib, ko'nglarini ko'tarib ketdim. Zo'r-ku. Direktorimiz biroz telefon qildi. Aloqamiz yaxshi hali ham. Mana shu kichkina koridorlar, xonalar ancha ko'p emas aka. 3ta sinf o'qiganmiz, A, B, D. Biz A bo'lib o'qiganmiz. Qo'rqmasdan aytaman, A'lar hamma narsada oldinda bo'lganmiz biz. Endi savol aka, jurnalda G'ayrat Mahmudov-ku nechinchida turardingiz? Oxirdami? Yo'q. O'rtaroqdami? Ahmadjonova, Abdurahmonova, Isroilova, Egamberdiyev, kim edigina? Karimov 7 yo 8 da turgan ekan. Qaysi domladan qattiq kalta yegansiz? Shu kollejdagi domlamdan yeganim esimda-da. Bu nima sabab bo'lgan kalta yeganingizga? Kollejdami? Kollejda bizda avtomatik kollejda o'qiganmiz. Unda faqat o'g'il bolalar o'qiydi. Ana bitirganlar DEUga kiradi, JMga kirardi. Bizda ertalabda saflama bo'lib, trenirovka qildirardi. Har kuni saflama mashq qildirardi. Menga mana bittasi sizga oldroqqa turib olgan, menda joyim yetmayapti desam, bitta domla kelib, mana shu qulog'imga yomon solganda. Bilmayman, endi o'tdi shunaqa qattiq qo'l tegilardi, qattiq tegilardi. Endi shunaqa solgan, endi quloq shang'illab qolgan, quloq. Shang'illab qolgan. O'sha yerga eganmiz kaltay, lekin maktabda Rahmatullohga degan domladan yegan ekanmiz. Birinchi marta ishga kelgan Rahmatullohga degan 90-yil domla informatikadan dars beryapti. Institut bitirib keldi. Politexnikani Farg'ona, Farg'ona Tatudi bitirib kelgan. Bir narsa vazifa bergan, nimadir bo'lmabdi-da, hamma bolalar dars qilmaganmi, nimadir qilgan, hamma turish degan. 9-sinf edik. Hamma bolalar turganimizda, hammani mana ko'kragiga, masalasiga mushlab urib chiqqan hammani. Urib chiqqan hammani. Nafas qisib qolganlar. Ha, nafas qisganlar boshqa bo'lgan. Keyin anaqa qilganmiz. Keyin bola to'planib urmoqchi ham bo'lganmiz dovlari. Keyin bitiruvchimiz keyin o'zimizga muammo ko'payib, yana bir narsa masala bo'lib ketmasin deb turib, yarimimiz qarshilik qilganmiz. Lekin to'plarni faqat urmoqchi bo'lganmiz. Yaqinda tadbirga kelganda, hozir ham mashina ishlaydi maktabda. O'sha tadbirdan tashqarida gaplashib turdik. Ashunda siz urmoqchi bo'lganmiz aka. Yaxshi urmaganimiz bo'lsa hozir yashamayotgan bo'lardingiz deb. Hazlashib qo'ydi boshladim aka. Aytdingizmi? Ha, aytdim aka. Keyin o'zi ham aytdi, o'shanda esimda sizlarni urganim dedi. Bitta sizni urgan paytimda qo'lim og'rigan xolos deyapti. Qolganlarda og'rimagan deyapti. Yo, bu gapim bilan men kuchliman, men bunaqa qattiq demoqchi emasman. Tugumaga to'g'ri kelib qolgan ekan meni urganda. Tugumaga to'g'ri kelib qolgan ekanda. Aktivizaylar mashina. Mana aktivizal. Yo'q-a, bu ochiqdir, bilmayman. Qarab ko'ramiz aka. Bu yerda jismoniy tarbiyani usulmi? Ha, aka, hozir tushuntiraman, ochiq bo'lsa. Yo'qmi? To'g'ri ekan. Bu yut olyapsizlarmi aka? Hozir mana shunday gapirib beraman. Ha, gapir. Bu yer aka o'zi biz paytda bu sport zal bo'lgan. Bu balat ham emas, mana bu patologiyani ham ko'ryapsiz, mana. Mashina mana patologiya, mana patologiya qarab olsa, ana voleybolda biri otsa, ostidan tegib qolaveradi. Haqiqiy 18 ga 9 voleybol maydonida. Bu yer sport zalida hozir yangi 2 etajli qurilib, buni orqasiga juda ham katta sport zal qurilib turib, buni endi aktivniy zal qilib qo'ygan. Bu ichkasida stollar, bir gideta 100 kishilik sahnalari bor, pardalari bor. Aktivniy zal shu yerda tadbir bo'lganda shu yerda chiqib gapirdim. Shunaqa bir razvalka edi. O'qituvchilar razvalkasi, bolalar razvalkasi. Endi savol, mana bilsangiz 8-mart yoki 20-mart 31-dekabrlarda o'g'il bilan qizni bilsangiz, ularda o'ynatgan, ya'ni tansiga tushirgan yoki nima tadbirlarda o'ynatgan. Ana shunaqa momentlarda siz ham birorta qiz bilan chiqib qolgan paytingiz bo'lganmi? Ha, biz
Qizlar bilan o'ynaganmiz. Qizlar o'tirib olib, naqalar qilib o'tirsa, naqalar aylanadi-yu. Siz qilgansiz? Yo'q, undan bir o'tagan. Qilganmisiz buni? Bizda ham bo'lgan, ha, uni bo'lgan. Sizlar chiqqansiz. Biz anaqa-ku, misol biz faol bo'lganligimiz uchun biz har bitta fan oyliklarida, har bitta bayramlarda, tadbirlarda misol sinflardan 3 ta, 2 tadan bolalar yig'ilib turib tayyorlanardik. Darsdan ham ozod bo'lardik-da, zo'rida. Shunaqa qilib ko'p ozod bo'lib yurardim darsdan ham. Bizda misol uchun bitta oshnam chiqsa, men bilan bitta ikkita qizimiz D'lardan 2-3 ta, B'lardan 3 ta, 4 tadan bo'lib, 3 ta turib 10 kishi bo'lib tadbirlar shunaqalarda faol qatnashganmiz. Masalan, Navoiyda tug'ilgan kunlarida o'tirib olib, soqollar qo'yib Navoiy bo'lib she'rlar aytib, rollar o'ynaganmiz aka. Biz tadbirlarda faol edik. Tez aytishlar, mana tez misol uchun so'z nutqingizni anaqa repga o'xshatib, salom alaykum shunaqa fishkalaringiz bor-ku. Maktab davrida rivojlantirgansiz. Ha, maktabda hammadan bor. Yoshlar o'qish kitobidan o'qityapsa, bir nuqta o'qisa, keyingisi deydi, 1 nuqta, 2 nuqta, 3 nuqta o'qtiradi-yu, bundan ham tez o'qirdim. Bo'ldi, to'xtatib qo'yardi. Sekinroq dedi. Keyin maktabda sinflar o'rtasida tez o'qish musobaqalari bo'lardi. Har bir sinfdan eng tez o'qiydiganlar chaqirib, kitobni xohlagan joyini ochib berib, 1 minut qo'yib, shunaqa musobaqalarda ham g'olib bo'lardi, yutardi. Siz a'lochi bo'lgan ekansiz. Ha, a'lochi bo'lgan, tez bo'lgan ekansiz. Ham aktiv a'lochi, tez o'qiydigan. Aktiv bo'lganmiz. Shunaqa. Faqat shu 8-sinfgacha hamma fandan zo'r o'rganmiz. 8-9 da kimyo, fizika, algebradan bo'lmaganmiz xolos. U qarasak bizga anaqa emas ekan. Bizni kelajagimda ko'rmaganman ularda. Lekin o'sha kelajagingiz bo'lishi kerak edi. Nimaga bilasizmi? Nega? Fizika, matematikalar bu chuqurlashib ketgan fan-ku. To'g'ri. Hisob kitob hammasi aniq fan deyiladi, siz bilsangiz. Nimaga o'rganish kerak edi? Nimaga? Pul milliarder bo'lib ketardim deysiz. Pul bersa sanashni Pulingizni bilyapsiz. hisob kitobini bilmaysiz hozir siz. To'g'ri, mana misol uchun yonimda qancha borligini bilmayman. Shunda shunga. Qarang, men 15 ming so'mdir, 20 ming so'mdir, qancha pulim borligini bilmayman aka yarimda. Xo'p, endi hozir maktab ko'rdik aka. Polni 5 bo'lgan deyapsiz, ha? Tur ham bor. Ha, bormi? Tur ham bor. Bir marta bir ham tushgan. Bir ham tushgan. 4 domla qo'ygan. Men xonada o'qiganman. Bu mana shu 46-maktabning ichida eng katta xona. Eng uzun xona. Oxirgi partadan keyin yana bir 4 metr joy qoladi. Bu hozir bu hozir anaqa ekan, berk ekan, shuning uchun boshqa xonada tushuntiraman aka buni. Hozir bekitib qo'yishibdi. Keyin boshqa xona, bu fizika xonasi edi bu. Boshqa xona bo'lib qolibdi bu. Bu yerda mana misol uchun biz o'qigan paytda, maktabda o'qigan paytda biz bitta sinfda o'tirsak, o'qituvchilar kelib dars o'tib ketardi. Sizlarda qanaqa bo'lgan? Bizda shunaqa bo'lgan. Ya'ni o'qituvchilar har bitta misol uchun matematika deydi, o'qituvchi kelib dars berib ketgan. Ha. Xuddi shunaqa bo'lgan? Faqat rus tili bilan ingliz tiliga kirardik biz. Bo'linib 15 ta kirardik. Ha, to'g'ri, bizda ham shunaqa edi. Ha, ular. Demak, mana misol mana xona misolida tushuntiraman. Tasavvur qilamiz, o'sha xonadamiz. U juda ham katta xona. Endi mana u xonani doska bilan mana birinchi partani oralig'i mana hozir mana shu bor, 1,5 metr bor. Ha. U xonada o'sha oldini oralig'i ham 4 metr bo'lgan. Juda katta bo'lgan. Yana keyin orqasini oralig'i ham 4 metr bo'lgan. Shunaqa katta xonada o'qiganmiz aka. Biz bunaqada o'tirmaganmiz. Biz bayaqda o'tirganmiz aka mana. Qayerda? Mana. Mana shu oxiri siz nimaga oxirida o'tirgansiz? Bo'yingiz past bo'lgan, men baland bo'lgan. Yo'q, mana shu osam mana. Aka qarang. Mana shu bo'lsa qarang, orqada endi shu xonada 4 metr joy bor. Juda katta joy bor. 8-sinfdan mana shu yerga o'tganman. O'sha 8dan aytyapman-ku, qiyin fanlarni to'xtatib, so'zlaydiganlar qoldirib, san'atga qiziqayotgan paytimiz Muhriddin degan oshnam o'tirardi. Alishib o'tiraverardik. Muhriddin degan oshnam shu yerda o'tiradi. U ham men bilan maktabda qivizida birga o'ynardi. Birga qivizichi edik. Ikkalamiz legenda edik maktabda qivizisida. Bir xil edik. Hatto men o'tirardim. Oldimizda qizlar, bolalar har o'tirardi. Dars tugasa hamma biz oldimizga kelardi. Mana shu yerda xiring qiviziga mana shu yerda tayyorlanardik. Maktab ichidagi tadbirlar, bir marta boshqa maktabdan ham kelishgan musobaqa o'ynagani, kelishib o'tkazib ketishgan. Biz maktabda o'ynab turib. Mana shu yerlar, mana shu joylarda tayyorlanardik. Biz fizika o'qituvchimiz shu Zulayxa opa degan ustozimiz ham ko'p aytadi. Bularni ko'tarilishiga men sababchiman. Chunki fizika xonamda katta orqada joy qilib berganman bularga deb hazlashadi. Lekin to'g'ri ham aytadi. Qandaydir maktabda tanaffus bo'lgan paytda hamma biz oldimizga kelaverardi-da. Shunda ham odamlarni jalb qilish qobiliyatimiz bo'lgan ekan-da. Bo'lsa o'zini ishini qilib o'tirsa bo'laveradi. Dars tugadi, mana shu yerga yig'ilib oladi hamma. Mana shu yerda bir narsalar gapirib, unga gap tashab, bunga gap tashab, buni bir yo'l qilib, buni bir yo'l qilib, anaqa gaplarimiz bo'lardi. Hasanov degan sinfdoshimiz bo'lardi, Muslim.
Hasanov, "Как ketyapsiz, Yasanov" deb. Yasanov. Ha, "Как ketyapsiz, Yasanov" deb unga gapirardik. Mahsubbek degan oshnamiz dadasining ismi Xursandbek edi-da. Hozir borib ursam dadang ismi Xursand deb unga hazillar qilardik. Ashaqa biz liboy odamning ismiga hazil qilib ketaverardik o'sha paytda ham. Bittadir qanaqa qilib gapirib ketaverardik. Ko'p edi uni. Endi buni hozir hammasini aytib borsam bo'lmaydi. Endi o'zlari ko'rishsin. Bironta qiz bola bilan urushganmi sinfdoshingiz? Maktabdan ha urushganman. Ota-onasi kelmaganmi orqangizda? Ota-onasi kelmagan u. Shoira degan sinfdoshimiz bilan urushganman. Odina degan sinfdoshim bilan urushganman. Kitob bilan urgan bir marta nashadim u ham. Siz urganmi? Ha, maktabda o'qituvchidan emas u, o'z qizlarning kalta yeganmiz uni. Siz uni urmaysiz-ku. Ha. Lekin sinfdoshlarning ichida mazalari bor edi. Mazalari? Ha, mazalar degani qanaqa degani yo'q. Hali yer sharida qanaqangi xarakterli inson bo'lsa, shu 30 taning ichida shundan bittadan bor edi-da. Kibrlisi, haligi gapi esdan chiqib qoladigan, palat bo'ladi, pipalanib, ertalab uydan yangi kiyim kiyib chiqadi, uyga ketyapti, turpoq, yetilgan, bunaqa ketadigan bolalar ham bor edi. Sir bosib qoladiganlar bo'ladi, ya'ni qizlar ichida. O'zini yo'qotib bir narsa turib, "Voy, eslamay-panlar" bo'ladi-yu. Biz ma'noda har birimizdan kulib, hali men o'zimiz sinfdosh-u, bir ko'l qilib, shunaqa qilib o'tirib, shunaqa katta bo'lganmiz-da aka, bebeda xotiralar ko'p aka. Meshin. Ha, bo'pti endi qo'ygan aytib qo'raman yuravering. Kvartiraga boraveramiz, kvartiraga. Yangi olgan kvartirangiz qayerda joylashgan? Yangi olgan kvartiram Asaka City degan joy domlar bor. Uzoq emas bu yerda. Yo'q, uzoq emas. Shu Asaka City dom qurilayotgan inshootga borib, şeydan kvartirangizni ko'rsatamiz va bitta o'tiribmanda shu hamma intervyularingizni ko'rib chiqdim. Bir ikkita savollar berilmagan, bir ikkita savollar bergan, siz juda boshqacha javob bergansiz, o'shalarni bir analashtiramiz. Nima deysiz? Bo'ldi aka, farqi yo'q. Eshitdingmi? Bo'ldi. Nima qilaylik? Ketdik. Mana aka. Keldik. Mana shu yerda bizning kvartiramiz. Nechinchi etaj? 1 2. Osonroq tushuntiraymi? Bu konditsioneri bor. Maqtab qo'ydimmi? Savol. 2. Siz kvartirangizni obzor qilganingizda, obzor yoziladi, obzor deyiladi o'zi aslida. Obzor. Balandligida deb ko'rsatadingiz. Mana shaharni ko'ringlar, biznikini deb. To'g'rimi? Ha, yo'q, bu yerda o'sha bu tomonda to'g'rida u 7-etajdan olgan edim, uni liftini ishlatib beramiz deyishgan edi. Liftni 10 oy ishlamadi. 10 oy biz 7-etajga piyoda chiqib tushdik. 2 xonalik edi, 66 kvadratida. Keyin men bo'lmadi akalar, birinchidan lift ishlamadi, ishlatmadilar. Keyin ikkinchidan kichkinalik qilyapti. Deganda menga pastroqdan, o'sha 2-etajdan pastda do'konni hisoblamaganda 2-etaj, do'kon hisoblaganda 3-etaj. 3 xona qilib oldim. 85 kvadrat. Puli qanaqa bo'ldi? Puli bu 300 million edi, bu 400 million bo'ldi. Ustiga 100 million qo'shildi-da. Lekin yaxshi bunisi. Ha, bu sog' bo'ling aka. Bunisi pastroqdagi uy yaxshi ekan baribir. Chunki bitta narsa bor ekanda aka. Tumandagi joylarda liftiga ishonch yo'q ekanda baribir. Ochiqini aytaveraman, bundan keyin umuman Najo Andijon shahar, Farg'ona shahardan bo'lsa ham 4-etaj tepasi keyinchalik hamda olmoqchi bo'lsak ham, Toshkentdan bo'lsa, u 20-etaj ham olsa bo'laveradi. Toshkentda uchmaydi sveti, boshqa liftda muammo bo'lmaydi. Lekin viloyatlarda baribir liftda muammo bo'lar ekan. Baribir ko'za kundan kunida sanadi deb, baribir muammo bo'lar ekan, bir kun qiynalib qolasiz ekan. Shunchun pastroq yaxshi. Nasib qilsin aka, yangi uylar. Ikkinchi savol. Mashinani qanchaga oldingiz? Malibu toy chog'i. Malibu turbo. Narxlar azon ketdi yoz aka. Yo, endi bizga yaxshi-da. Biz o'zi azaldan doim qimmat olib arzon sotamiz. Vechni biz ham shu. Ha, siz ham shu. Mana yozib 5 ming, 6 ming zararda turibman, eshitma qilib. Ha, biz ham. Mana Muhammad aka biladi, qanaqa zararda turganimizni. Bu tarix uzun aka. Trekker olganmiz-ku. Trekkerda ustiga ozgina qo'shib, Hyundai Tucson oldik. Hyundai Tucsonga buni almashtirdik keyin. Qarang, narxi chalkashib ketganda. 20 ming bordir hozir, ha? 21 ming, 20 ming bordir. 2020 1.5 turbo. 20 ming bor. Biz aytib 8-9 ming minusga ketibdi. Undan ham ko'pmi? Asha 8-9 ming minusga ketdik. Biz bitta mashinadan minusga ketdik. Shuncha siz uchta bitta mashinadan bo'lgansiz, biz bitta mashinadan. Endi mana ekspertga tushganda qachon alishtirmoqchisiz?
Nasib bo'lsa ro'zadan keyin inshaalloh. Ha, yangi boshlamoqchisiz. Ha, nasib. Qanaqa endi qilamiz? Biz endi Andijonda Kia saloni bilan shartnoma qildik 1 yillik. Ambassador bo'ldim. Uchdan bir Kia olmoqchiman xudo xolasa. Qanaqasidan? Sorento. Ha, yasha Sorento 24 variant bor u. Oldini Cadillac'ga o'xshab ishlatdi-yu. Balat. 500 qancha bu? 586 million. Dan boshlanadi. Sizga qanchaga berishadi? Arzon qilib beradimi? Ha, menga arzonroq qilib berishadi, xudo xolasa. Lekin uni variant qilsa ham bo'ladi. Bo'ladi, 50% to'lasam, qolganini bo'lib berishadi. 2 yilga. Ha. O'z nomingizda bo'ladi chiqarsiz. Ha. Sota olmaysiz xolos. Ha, shunaqa bo'lsa kerak. Sotolma qilaman men uni. Men aytdim. Ha, biz maza qilib minmoqchiman-da aka. Oho, K5lar ham kelgan asoga. K5lar ham hozir ancha 100 million ketgan K5lar. Ya, K5 o'zi. Mana K5 mana, mana nima? Mana. Bir xil. Mana nima K5 nima? Qachdi bir xil. Obro'si menimcha balandroq. Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Malibu'ni obro'si. Malibu yaxshi, lekin Xaridor bor bunga? ha, sotaman desam xaridor ko'p u aka. Muammo yo'q u. Hozir kunda Muammo yo'q. Unda ketdikmi aka? ketdik aka. Ketdik. O'rtoqlar ketdik. Uylarni ichkarini ko'rsatamiz. Ketdik. Qani? Qani? Oo, takoy. Ha, bu o'rtacha. Bu remont qildingizmi? To'y remont qildingizmi? Yo'q, remont qildim aka bu yerda. O'zingiz noldan. Ha, Bu anaqamda korobka qoladi. Yo'q, korobka emas, yashaydigan. Anaqa. Xullas nima desa bo'ladi? Eshiklari bor, hamma eshiklari bor. Tayyorli laminatmi, shunaqa bo'ladi, parketmi? Vadamitsionniy qilib qo'yilganda, shpakilovka qilib. Tez buni aboy qildingiz. Ha, keyin buni aboy qildim, jihozladim. Shu narsalar. Va katta ekan, lekin. 3 xona 85 kvadrat. O'ta katta. Ikkita balkoni bor. Xo'p, qarang, endi bitta-bittadan ko'rsang qayda, nima? Xo'p, kirib kelganimizda biz o'ng qo'lda bu bizni nima bo'ladi, haligi bunaqa yutuqlarimiz, narsalarimiz. Bu anaqa ijodxonasimi, nima xonasi? Ha, ijodxona. Bu yerda sovg'alarimiz, kimlardir bizga bergan sovg'alar, yutuqlar. Pichoqlarni qarang. Ha, buni pichoqlar sovg'a qilishgan, bunaqa sovg'alar. Mana. Ha, bulardan sovg'a qilishgan bulardi. Qovazada yutganlarimiz. Bizda pichoq. Siz pichoq beradingizmi? Intervyuda berganman xanjar. Manami? Yo'q, yana berganman. Yo'qolib qoldim ekan. Mana shumidi? Yo'q, mazga xanjar berdim-ku. Menga qachon? Intervyuda berganman. Xanjar birinchi intervyuda. Yo'q. Qana o'sha? Bilmayman aka. Qimmat xanjar bergan bo'lsa sotib olgandirmiz, pul yig'izib. Aka. Bilmayman, nimaga mana bu kim padar qilgan? Buni Marg'ilonli akalar padarga qilishdi, bu ham og'irgina. Bu shunaqa narsa yasashib o'zlari muxlis ekan, padarga qilib ketishdi-da bizga. Shotki-ya. Qilmaymiz. Shotki. Anaqa. Xo'p, bu yer ijoddan qilasizlar, dam olasizlar. Yo'q, bu yerda faqat ijod qilamiz bu yerda. Bu yerda faqat dam olgani sharoit yo'q bu yerda hozir. Uxlashga qayerda endi? Uxlashga alohida yotoqxona bor bu yerda endi. Mana endi xudo xolasa nasib bo'lsa aka oltin knopkamiz kelsa, shu uchun qilingan bu yer. 1 million taniki. Kumush knopkamiz. Kelarkan oltin. Oltin desa katta lekin. Ha, bundan ham kattami? Endi siz bugun ariza to'ldirib bersangiz keladi-da. O'xshatishini qaranglar. Hozir gaplashdik o'zi. Men shunaqa, bu eski ofisdan kelgan narsalarimda bular. Endi bu tomonni endi bu yerdan ko'rsatib boshlaveraymi? Oshxonamki? Mana hammasi mana shu yerda uxlayapti mana. Ana o'tirib olgan. Ha, to'g'ri o'tirib olganini qaranglar yana bularni. Bu boya biz syomka ham qilgan edik aka. Endi polni o'g'il bolalar turadigan joydan endi katta pokizalik kutish ham noto'g'ri, qo'ldan kelgancha. Bu endi kichikroq, ikkita divan. Bu anunga ham o'bokim Toshkentdan, bu yoqdan viloyatdan mehmonlar, blogerlar keladi-yu. Kelsa, bemalol akalar damda olinglar. Turib Xijolatsiz. Ana, mehmonxonaga bor narsadan ko'ra tayyor o'zimizda. Maza qildan bo'lishadi. Damda olib ketishadi. Yaqinda ham ikkita bloger keladi, mana damda olib ketishdi. Surxondaryodan ketishgan. Qaysi bloger? Bahriddin Jovliyev degan oldin lotereya sotib, anaqa rozigrish o'ynab yurardi. Samiglarni joni zamon. Siz tanimasligingiz mumkin. Lekin u odam sizni tanir ekan, onam muxlis edi. Ha, yo'q. Yana? Ha. Shunaqa, bu shunaqa endi shkaf, kiyim-kechak, yotoqxona shunaqa hisobda. Bu hojatxona, bu dush.
Ha, endi kirmaydi. Bu tarafchi. Bu oshxona bu aka. Bu endi oshxona. Gaz bor. Gaz muammo yo'q. Yonib bir devor yonimiz gaz zapravka yo'q. Gaz vashi baland bizda. Reально gaz yaxshi. Ha, gaz baland. Bu kuxnyani qildirdingizmi? Ha, buni qildirganman. Qachon qildirdingiz buni? Buni 1 yildan oshdi. Tarafga qildirganingiz qolib. Naryoqda qildirganman 7-etajga. O'shini xuddi shu yoqqa olib qo'yganman. Ha, yaxshi qilibsiz-da. Bu kattaroq ekan, yetmay qolibdi-da. Vitishga joy bo'lganmi, nimaga mana ochib? Yo'q, bu yerda bekitib qo'yish kerak o'zi. Mana ko'rasizmi, o'zi bekitadi o'zi. Sinib nimadir bo'lib tushib ketgan, yopib qo'yishimiz kerak buni. Vaqt yo'q. Mana Xazingmi bu? hech narsa yo'q hali. Bo'm-bo'sh aka. Nimaga? Ishlaymaysizlarmi? Biz xaridorlikda ko'p narsa saqlaymiz. Qolib ketib qoladi, esimizdan chiqib qoladi. Biz o'sha vaqtni o'zida olib kelib Muhammad aka povur o'zi masalan tayyorlaymiz yoki ko'chadan olib kiramiz yoki ko'chada ovqatlanamiz. Ko'proq ko'chada ovqatlanasizlarmi yo shu tayyorlaysizlarmi? Yo'q, ko'proq ko'chada. Bu yerda ko'proq anaqa komanda ko'payganimizda, ya'ni tanishlar kelib birga ijod qilayotganimizda o'tirib turamiz, tez-tez sostavlarimiz bor, sinfdosh, dacha sostav, sostav. Hamma yerda kelib o'tirib netib bir narsalar yozib shunaqa bet oshxona. Zo'r. Nasib qilsin. Shunaqa endi. Bunisi endi 3-xona. Bular limonalar 10 kundan o'tdi. Bular yangi keldi. Uголок. Mana ular keldi. Bu o'zi pustoy turardi o'zi bu xona. Mana pustoy turar, shunga to'ldirib qo'yay dedim. Endi u ijodxona bo'lsa, bu mehmonlar kelib qolgan paytda mehmonlar bilan gaplashib, netib, nimalardir suhbat, muhbat. Televizor ikkita. Buyerdan Ha, bu xonada bitta, bu xonada bitta. Takamiz pazarcha qiladi. Bu uy olganimizda. Ha. Ko'rmana deb. Shunaqa olganmiz. Masha aka shu 3 xona. Chotki aka вообще. Endi bir o'tirib suhbatlashaylik. Bo'ldi aka. Qani? Jay ko'p emas. Bo'ldi aka. Ozgina. Qani? Yangi mashinchalar. Shimon kecha oldim aka, farg'onada. Maqtangan yuvaldim aka. Ishi chotki. Xo'p, 1,5 yilda buncha o'zgarishlar katta bo'lib ketdi aka. Sabab nimadan deb o'ylaysiz? Yo'q, ancha katta emas men uchun aka. Ayva. Bundan katta bo'lishi ham mumkin edi o'zgarish aka. Ayva. O'zimizda endi dangasaligimiz tutgan holatlarda shunchalik bo'lyapti aka. Baribir dangasalik bilan kurashish kerak baribir aka. Lekin ko'z tegmasin, Xudoga shukr. Sekin-sekin bo'lyapti aka. Va hamma narsa harakatga yarasha deb o'ylayman aka. Harakatimiz boshqa narsalarga loyiq ekanda. Men qilardi endi aka. Yo, sizni harakatingiz zo'r. Misol uchun 1 millionga urdingiz, подписчик soni maqsad qo'ydingiz. Elmurod akamdan o'taman dedingiz, Bangladesh o'tib ketdingiz. Yaxshi niyatda, sog'lom raqobat qilib. Ha, to'g'ri ma'noda. To'g'ri ma'noda niyat qilganmiz. Elmurod akam kuchli baribir, chunki nima bo'ladi, Elmurod akam YouTube'ga o'zi ijod qilmadi-da, YouTube'ga, Instagramlarga asosiy e'tiborni qaratgani uchun. Bo'lsa agar Elmurod akam YouTube'ga bitta tashlasa, biz 2 million ham bo'ladi Elmurod akam. O'zi harakat qilmadi. O'tdingiz. Kvartira oldingiz, mashina oldingiz, nimadirlar qilyapsiz yana. Yangi mashina olish arafasida. Demoqchimanki, yana o'zgarishlar bo'lyapti. Sabab nima? Nima sabab? Endi shu yana ham komfortroq hayot yashashda endi aka. Biz ijodimiz uchun, ijod qilishimiz uchun hali biz bunaqa narsalar olganimiz yo'q hali beri biz. Kameralar endi bir juft mikrofonimiz bo'ldi. Xolos endi. Qani ko'paytirsa bo'ladigan narsamizda. Bo'lyapti akada. Aka bering deb hazil qilib oldiga bunaqa fanlarlarimiz bo'ldi ikkita mana aka. Endi sekin ertagalikka bitta kamerachi bolani aytib qo'ygan. Men ham aka men ham bunaqa narsani yaxshi ko'raman mana. Men kameralarda ishlayapsiz, uchtadan mana. Akalar bor, montajyorlaringiz bor, ha? Men ham shunaqa yaxshi bitta bola endi bittasi chiqdi, endi montajlarni bilaman deyapti. Biz ham o'zimiz kompyuterimiz bor. Shuni bittaga terib, boshqa qilib, xudo xolasa serialni boshlashim kerak. Birinchi seriyasini, ssenariysini почти tuzib qo'yganmiz. 15 qismli serial o'ylaganmiz. O'sha yangi qirrani ochish payti keldi. Ular o'zimni ijodga ham ko'proq tiqmoqchiman. Men bir umr biznes qilishni xohlamayman. Siz mana biznesni yaxshi ko'rasiz, men biznesni yomon ko'raman. Chunki bizni qilayotgan ishimiz o'zi biznes. Mana ishimiz. Meni planim 15 ta 20 ta uy olib, ijara berib qo'yish bo'ldi. Prosta uni soqqasini olib turish, oyma-oy. Yetadi o'zi aka, o'sha menga. Yo'q, biznes-ku. Yo'q, zato chalg'imayman-ku unga. Yo'q-da. Chalg'iysiz. Yo'q, mana oyda bitta odam, mana dadam yoki kimdir jiyanim oyda bitta kunida hammasi pulni yig'adi bo'ldi.
karta qilibmiz. Hop, necha yil ijod qilmoqchisiz o'sha? Men- 15-20 ta kvartirani olish uchun qancha pul ketadi? Bilib olmaydi aka, misol uchun hozir mana buni ham bil oldim-ku hisobda. Buni ham o'tgan yillar 2 xonali dedim, 3 xonaga buni olgan bo'lsam, hozir yana niyatim bor, xudo xolasa bu yilda o'zida 3 uy olish niyatim bor. Inshaalloh. Andijondan, Farg'onadan qilib Toshkentga ham harakat bor. 3 uy olmoqchiman aka, xudo xolasa. Arendaga bermoqchisiz. Ha, arendaga bermoq. Men shunaqa narsa tinchroqda aka. Nima, tovarni olibki, aynib qopti, sasib qopti, klientga qara. Men to'g'risini aytsam, bitta o'g'il bo'lib o'sganligim uchun hech kimga ishonmayman-da. Shuning uchun biznesni yoqtirmayman. Tushunasizmi? Aldab qo'yadi degan fikrda hech kimga ishonmayman. Shuning uchun bu narsalarni yoqtirmayman aka. Nimaga ishonmaysiz? Bilmayman, shunaqa odatim bor, hech kimga ishonmayman. Biron kun aldaganmisiz? Aldash mumkin baribir. Yo'q, aldamagan biron. Aldaganlar ham bor. Ha, faqat o'g'ni aldanganmiz hamda aka. Qarz bergansiz biron kimga? Qarz berganman. Qancha? Eng ko'p summa. Eng ko'p. Men pul qarz berganman, eng ko'p 3000 berganman sanki. Omadingiz. Olganman. Ha, 1000 berganlarim turibdi-da lekin. Mana bu kamada devorlar biladi. Oho, nechtasida pullarimiz turibdi aka. Qarz berib qaytarib olmagan. Qaytarib hal bera olganimiz yo'q. Eng yomon odamsiz-da so'rasangiz. Uy, ana xuddi men undan qarz so'rayotgan deb qo'laman-da. Ana uni qilaylik bo'ladi-yu, Nima bo'ladiki? Shu endi cho'zishyapti-da aka, bilaman endi. Siz cho'zyapti, ya'ni puli yo'q. Oshnalarmi, yaqinlarmi? Yaqinlar, ya puli bor aka. Bermayapti. Ha, puli bor, bermayapti. Nima qilasiz endi aka? Biz o'zi tabiatan ko'nglimiz bo'sh o'zi bizda. So'rasa yo'q deyolmaymiz. Dadam ayam pulim yo'q deb qo'yaver deydi. Men yolg'on gapirgan o'zim vijdonim qiynaladi. Chunki pulim yo'q desam ishonmaydi bu ham baribir. Ishonmaydi. Hozir men sizdan qarz so'rasam pulim yo'q desa ishonmayman-ku men sizga. Qancha? Ishonmayman-ku. Prosta qizg'anyapti deyman xolos. Hozir men sizdan so'rasam, lekin siz hozir misol uchun $60,000 bitta kompyuterxonaga pul tikib, unga bunday qilayotganlaringiz menga muhim emasda hozir, qo'pol aytganda. Men sizdan $1000 so'radim, pulim yo'q, mana qilib tikyapman, siz mendan qisyapti, qizg'anyapti degan fikr keladi-da. Boshqalardan ham shunday fikr keladi-da. Shuning uchun odamlar haligindan uvering bo'lib so'rashadi-da, qizig'i mendan. Haligi puling bormi ham emas. Короче, $500 kerak, $100 kerak, $300 kerak, $1000 kerak, faqat uje kerak deb so'raydi faqat. Uje olish aniq deb o'ylaydi. Iltimos emas. Yo'q, bormi ham emas. Bormi deydi-yu kimdir. Aka sharoit qanaqa bo'ladi-yu? So'raydi, nima deysiz, berasiz aka? Biznesga demak siz faqat shu passivniy dohod qilish yo'li, ya'ni kvartira olasiz, zdaniyalar olib berib qo'yish. Ha, kvartira, zdaniyalar olib berish, shunaqa plan qilyapman xudo xolasa aka. Uylarda ham reklamalar chiqyapti. Ularni uyga kelishib ko'raman-da. 1 yillik shartnoma qilsam misol. Misol menga shuni qilib turaveray hozir aka men. Lekin bir esingizda bo'lsa, biz siz bilan bir mavzu haqida gaplashganmiz. Siz aytgansizki, menga aka taksi ochmoqchiman. Qanaqa qaraysiz degansiz? Onlayn taksi. Yo'q, nima bo'ldi bizda? Yo'q, uni qilsam bo'laveradi. Unga ja unaqa katta narsani qilinmaydigan, lekin bu narsani ham qilsam bo'ladi. Katta pul ketadi-ku nimaga? Yo'q, katta pul ketadi. Uni yurgizish boshqalariga ja oshiqcha narsa ketmaydi-da unga. Ha, yo'q. Men chunki men o'zim taksida 6 oy reklama qildim-ku. Men uni ichidan ham o'rgandim-da sal taksida. Keyin boshqalar taksi firma ochayotganda yonida turdim. Shu случайный suhbatlarni eshitib, taksi firmani sotib olishlari, boshqa ma'lumotlarni shularni ko'rdim-da. U narsani qilish lekin bir planim bir burchakda bor. Men endi ko'proq narsa bo'ladi. Shunaqa narsa qilay, tug'ilib o'sgan qishlog'imga foyda keltiradigan narsa qilay deyman men. Shunaqa planim bor. Kvartira olib arendaga berib qo'yish foyda olib kelmaydi-ku qishlog'ingizga. Qishlog'imga kelmaydi. Qishlog'imga arena qilmoqchiman, misol uchun qilmoqchi bo'lman. Mini stadion. Bekorga. Arena. Kunduzi bolalar o'ynashaveradi, kechqurun pulli. Ha, kattaligi. Ha, kattaligi kechqurun pulli. Chunki aynan meni qishlog'imda arena yo'qda hozir. Meni qishlog'imda O'zbekistondagi eng katta qishloq, 6000 ta aholi yashaydi. O'zbekiston hududida eng katta qishloq. Bitta qishlog'imizda 5 ta MFY bor. Aka, shunda hozir arena yo'q. Bizga Quvaga o'tadi, Sarxonga o'tadi, boshqa tumanlarga o'tib o'ynab kelishyapti-da. Bizda o'sha biznes qilish kerak. Ha, usti yopiq biznes. Endi lekin biznes planlarim ko'p, bo'yga qilish, uni planim ko'p. Unaqa katta restoranlar, tarmoqlari, unaqalarga vaqtlar davomida bo'lishi mumkin misol. Kichkinasidan boshlayveraylik aka. Men yana ko'p band qilib qo'ymaydiganlardan boshlaylik deyapman-da. To'g'ri, bu gapingiz ham to'g'ri. Endi aytmoqchimanki,
blogerligim yoki mana ijoddan bir vaqt anaqada nima desa bo'ladi? Doimiy emas. To'g'ri. Misol uchun mana uy olsak ham hozir 30% to'lashdan beryapti-yu. Oylik to'lov, ijarachi ko'p qo'ysan, oylik to'lovni to'lab beraveradi-da. Misol shunaqa qilish plani bor. Naqd pulga 30 mingga uyda olib turib kelgan emas. Misol uchun 7 ming, 8 ming uy olib turib, ijarachi qo'yib qo'ysangiz, o'zini-o'zi qoplab ketaveradi. Ana. Bo'ldi. Zato sizniki uy. Qoplab ketaveradi. Shunaqa qilib sekin-sekinda keldi. Niyat. Bu ham yaxshi. Lekin Robert Kiyosaki degan inson bor. Eshitgansiz? Eshitganman odamni. Ha, eshitgansiz? Robert Kiyosaki. O'sha inson ham, u kitobni o'qiganimizda o'sha inson ham faqat недвижимость, ya'ni passiv dohod bilan shug'ullangan, ham o'sha недвижимость kvartira olgan. Kvartirani qanoq qilib o'sha siz aytgan 30%, 40% to'lab qolganini xullas ko'p ish faqat shu. Odamlarga to'latasiz-da, yaxshi-da shu aka. Siz boshini berasiz, qolgan odamlarga to'latasiz. Zo'r-ku. Bu ham zo'r anaqa. Yo'nalish. Usha olsangiz agar yo'lga tushib olsangiz. Xudo xolasa shuni niyat qilib turibman aka. Sekin-sekin qilaveraylik. Qani aka nasib. Ha, bitta narsani tushunib oldim-ki, biz mashinada yutkazib qo'yamiz ekanda biz aka. Uy borgan sari pul tug'ib ketar ekan. Uy turgan sari qimmatlar ekan, mashina turgan sari arzonlar ekan. Shuni bilib qoldim-da, shuni. Shuning uchun uyga yuraveraman deyapman aka. Turar joy. Ko'chmas mulk xullas. Mashina yo'qmaskan? Mashina bugun oldingiz ertaga tashlayapsiz aka. Jentrada foyda qilgan. Bir marta jentrada foyda qilganman, 10,5 mingga 11,100 ga sotganman, 600 foyda qilganman. Endi u ham tonirovkasi, propan qo'yganlari nima deb bo'lgan. Zato 13 oy minib zararda sotmaganman-da. Shuni aytyapman. Urib olganman, avariya qilganman, mayli endi. Shunaqalar bilan qarayverar. Aytmoqchimanki, foydada sotgansiz. Xo'p, aka qarang. O'tgan yili siz bilan gaplashganimizda sizni adashmasam bir oylik dohodingiz 2 mingdan 2,5 minggacha bo'lmadingiz, shunaqa aytsa. Yo 1,5 mingdan 2 minggacha bo'lmadingiz. Hech esimda yo'q, lekin shu atrofda aytdingiz. Hop. Bu yilchi mana dohod oshdimi aytchi? Ha, 2-3 baravarga oshdi. 3 barobar oshdimi? 2-3 baravarga oshdi. YouTube'dan ham ochdim. Monetizatsiyadan. Bu paytda monetizatsiyadan $180 yashaganmidim. O'shasi uzilgan paytida aka. Ha, yo'q, hozir 1000 ga yaqin yashayapmiz monetizatsiyadan. Chunki уже biz videolar tinmasdan qo'yayotgan hisobiga, shortlarimiz ko'proq ko'rlagan hisobiga boshqa eplayapmiz lekin aka. O'shancha yaxshi bo'ldi. Xudoga shukr. Endi hamma narsa o'zingiz qo'lingizda ekanda, bermayapti-yu deb turib to'xtab qolsangiz, mana oldin ham qarang. Monetizatsiya yoniq paytda ham 1000 ga chardik. Ha? Monetizatsiya o'tsa ham 1 yildan o'tkazib turib 1000 ga ham chiqib olyapmiz. Bu nima? Bu harakatni kuchaytiryapmiz. Keyin men o'zimni shu butun miyamni shu ijodga ko'proq bag'ishlashdi harakatdaman aka. Yangi shu serial ko'p narsa o'ylab qo'yganman aka. Xuddi James Cameron Avatar kinosini o'ylab yozib chiqqan paytda uni olaman desa, hali beri uni oladigan darajada texnika yaratilmagan ekan. 10 yil bunaqa texnikani chiqishini kutgan ekan-ku. Biz ham idealarimiz shunaqadir balki deyapti. Lekin sizni bitta narsangizni hurmat qilaman, stabilность, tinmaysiz. Tushib ketdimmi? Barcha ko'tarilib ketmasam ham tushib ketdim. Yo'q, tushib ketish yo'qda, bir xillik. Ya'ni video bor, har kun bo'lsa ham, borda menga o'xshab 1 yil, 8 oy yo'q bo'lib ketdi. Yo'q, men shunaqa qilmasam pul topolmayman-da o'shuning uchun. Siz bizneslarsiz bormi? Yo'q, endi u biznes endi bo'ldi-ku. Menda biznes. To'g'ri. Bizda endi meni nima desam bo'ladi, bir oyda $3000 rasxotim bor-da meni. Nima? Qanaqa rasxot? Bolalarning oyligi, 3 ta bolaga oylik beraman. Qanchadan berasiz? Qanaqa gaplashaylik shu bo'lamiz. Asosiyat muhomadalar ekan $1000 ga yaqin oladi. Yo'q. Ularda hamma yo'g'i tekin. Aylanishi, rasxoti, kiyim-kechagi, payneti, undan tashqari 850, 900, birorta 1000 shunaqa oylik oladi. Ikkita bola yonimdagi bolalar, ular 250, 300 dan oladi ular. Oladi. Ular anaqa nima? Ularda ham kiyim-kechagi, ammo o'sha kichkinalar ko'p kiyinadi ular. Ularniki o'tib ketsa kerak deyman-da. Ular kiyinadi, uni kichkinalar qiziqadi-yu, masalan. Muhomlar ekan menda ancha o'zini bosib olgani uchun men kiyinsam ham kiyimga qiziqmaydi. Yoshlarga payneti, ularda ham kiyim-kechagi puli boshqasi, qo'lidagi telefoni boshqa, xullas shunaqalar bilan ular 500, 1,5 ming benzini, uyimni to'lovi, boshqa oilamga pullaydi. Shunaqalar bilan xullas men 3000 rasxot qilaman. Men $3000 dan ko'p topishim kerak men ijod ushlab qolishim uchun. Demak, $5000 atrofida topasiz. 5000 topsam ham o'zi asli kamda, men teng topishim kerak-da. 6000 topsam, shunaqa 5000, 6000 shunaqa. Ba'zida rasxotimiz 2,5 ming bo'ladi ba'zida. Ba'zida 3000 ga chiqib qoladi rasxotimiz. Hozir mana kamerada orqasida ko'rayotganda ishonmaydi. Real 3000 rasxoti bormi? 2000, 3000 deydi deb o'ylaydi.
Ha, rasxod bor. Kattaga. Ha, buni rasxodimiz ko'p aka. Rasxod qilganimiz uchun ham xatti harakat qilyapmiz-da aka. Bu rasxod qilmasak bo'lmaydi. Shunga yarasha endi sekin-sekin bo'lyapti-da, xudo. Instagram post narxi qancha sizda reklama? Instagramim hozir $8 qo'yaman post. Storage. $300. Storage $300. Menda shunaqa narsa bor. YouTube kanalim ham menda aktiv bo'lganligi uchun, katta podpischik ko'p bo'lgani uchun YouTube storiesga ham, lentaga ham olgan, postga ham olgan narsamni bonus qilib YouTube'ga ham, TikTok'ga ham qo'yib beraman. Tekinga qo'yib beraman o'shaning ichida. $800 uchun. Endi hozir kontraktlaringiz bormi Instagramda? Instagramda bor. Saxiy Travel Umra ziyorati bilan 1 yillik, Kia Andijon bilan 1 yillik shartnomamiz bor. Qolganlari kunda kunora, haftada bir boshqa mayda-chuyda reklamalar ko'p bo'ladi. Hozir Instagramga ham olyapsiz, YouTube'ga ham olyapsiz, TikTok'ga ham reklama bormi? Yo'q, TikTok. Faqat Instagram, YouTube. Instagram, YouTube'ga olaman xolos. Rozalar ham qo'yasiz, hammasini qo'yaverasiz. Farqi yo'q. Baland prosmotr bo'lmaydi, o'zlariga ham aytaman. Taksida prankni ichiga qo'ysam, baland prosmotr oladi. Prank 2 million bo'lsa, shuncha prosmotr bor deganning ichida endi. Tak alohida qo'ysam, mashinani reklamalari alohida baland prosmotr oladi xolos. Akbaraga issiqxona, temir ishlarni alohida qo'ysangiz ketmaydi 15 ming, 20 ming. YouTube'dan qancha topasiz? Demak, Instagramdan qancha topasiz? YouTube'dan o'rtacha qancha keladi oyiga? O'zidan 700-800 yechyapman. Monetizatsiyadan, prosmotrdan. 700-800 o'zidan yechamiz. Direkt taksi prank ichida reklamalarni olamiz-da. Obzorimiz bir oyda bitta obzor qilamiz-da. Bu to'g'rimi? Bir oyda bitta obzor qilamiz xolos. Uni ham $400 obzorimiz. Nimani obzor? Ha, misol uchun temir ishda obzori yoki $1000 deng. bundan hazori. Yanachi. Nima $1000? $1000 topasizmi oyiga YouTube'dan? Monetizatsiya bilan uni qo'shdingizmi shunda? Yo'q. Taksi prank, bir oyda 4 ta taksi prank qo'ysam, har birining ichida 2 tadan reklama bor. 400 dan. Где-то 3200 yo ko'payib ketyapti aka. tushunmay qo'yapman. Ko'payib ketyapti aka. Yo'q, ko'payib ketyapti. Qancha ekan? Ko'payib ketyapti aka. 3000 deng. 2500 atrofda. Instagram xuddi shunaqa tashib beradi. Xo'p, Instagram ham YouTube ham yopilib qolsa nima qilasiz? Polni yopilib qoldi. To'yga chiqamiz. Qanaqa to'y? To'yda boshlovchilik qilaman-ku. Bu qiziqchi. To'y ham yopildi, karantin bo'ldi, nima qilasiz? Ha, boshqa ish qilamiz endi. Bitom. Yo'q. Zina qiyaman demadi aka. Va aytgancha bitta savol bor aka. Spark olibsizmi? Ha, Spark oldik Yamandaga. Qayda u bir gapirib bering, men bir eshitganlar bo'ldi, uncha qiziq. Yo'q, bu o'zimizni mana tanishdan Bahodir akam bor. Elmot akam admin. O'sha Bahodir akamni rahmatli dadasi minib yurgan Spark bor edi. Ha, shu Bahodir akam shuni sotaman deganida, bir ancha oldin aytganida, shunga endi biz hozir tarmoqlarimiz kengaytiryapmiz-ku aka. Men ham o'zim production qilmoqchiman-da, biroz gap kelganda aytib qo'yaveray. Sizni borganda shu KBO productioningiz ko'rganman endi. Men ham niyat qilganman-da, Zo'r TVda bo'y yurgan paytlarimizda ham misol uchun Zak production, Aristokratlar production bo'lardi-yu, Bojalar production. Bitta productionda o'zi bitta loyihani olib boraveradi, qolganini boshqa odamlar olib boradi. Undan bunga pul ham kelib turadi. Shunaqa production qilmoqchiman. Mana hozir men tug'ilgan kunlarga boraman 4-5 yildan beri o'zim. Endi hozir komandamdagi shogird bolalarni ham tug'ilgan kunga boradigan qilib qo'ydim. Ularning narxini arzon qilib qo'ydim. Tushunasizmi? O'ziga qimmat. Ha, men tug'ilgan kunga $200 boraman. Uning ichida sovg'alarim ham bor-da. Uning ichida 700 ming, 800 ming sovg'alarim ham bor. Ha, bolalarga $100 qilib qo'ydim. Ularning ham $50 sovg'asi bor. Tushunasizmi? Mana tug'ilgan kun kerak, $100, $200 ikkita variant bor. Uni xohlasa bu. Demak, bu bolalardan ham foydalantirib, bularga berayotgan, men yonimda ham berayotgan pulimni ular o'zidan chiqarib turib berish bilan qilyapman-da. Shunaqa bularga. Bular tug'ilgan kun ko'p borgan sari bularga oshib boraveradi ularga. Shunaqa narsa qilyapman. Kelgan hozir taksida prankni birinchi sonini yangisini qo'ydik. Qiz bola olib boryapti endi. Buni ham qo'shdim. Ham o'zim olib boraveraman. Ham endi u qiz bola ham olib boraveradi. U ham yaxshi-da aka. Mana u ham kecha bitta qo'yganmiz, u ham $30 topibdi o'sha bir kunda. Ham pul, ham unga ham ikkita reklama tiqaman. Ham endi u qiz o'rtada tug'ilgan kunga boradi. $150 boradi. $100 ga shogird o'g'il bola shogird bolalar, $150 ga qiz, $200 ga men. Tushunasizmi? Eng qiziq hammamiz tug'ilgan kunga aytadigan auditoriya bor.
Kimdir meni xohlaydi, kimdir qizga qiziqib aytadi. Kimdir ana bolalar aytadi. Ha, bola. Bu production, ana qiz ham taksi brendda ana taksist qiz bo'lib olib boryapti. Taksist qiz degan loyiha qildik unga. Bu ham boryapti. O'ylaysiz, bir oyda endi men 8 ta taksi brend joylayman YouTube kanalimga. Har biriga 2 tadan endi 16 ta reklama olaman men. 300 dan olsam ham masalan 16 dan, 15 ta bo'lsa 4,5 ming bo'ladi. Bu shu hamma tomonlama o'ylayapman-da hozir. Shu hozir. Shuni yurgizib olish shuni. Bular tug'ilgan kun. Endi qarang, tug'ilgan kun ko'paygandan keyin bizga mashina kerak bo'lyapti-da. Misol uchun men Malibuda hamma yoqqa minib ketaversak, teng ikkita tug'ilgan kun bo'lib qolsa, qiynalib qolyapmiz ekanda. O'shuning uchun komandaga ham alohida mashina olib qo'ydik. Hammaga daveniz qilib qo'ydik. Endi bo'ldi endi, bemalol. Ikkita tug'ilgan kun bo'lsa, shat ikkiga bo'linaveradi. Shu Spark qanaqa qancha uchdi? Sparkni biz variantga oldik uni. 1 yilga variantga oldik, 8,5 mingga oldik. 2020. Cho'tkapsizlar. Yangi Sparkka 8. O'zimiz tanish Bahodir akamiz dedi. Yana eng qizig'i, o'zingiz reklama bersangiz, o'zingiz olgan reklamangizni uzaman deganman. Misol uchun mana yillik shartnoma bersa o'zi Bahodir akam. 1 yillik pulini olib turib, 8,5 mingni hozir ham berib qo'yishi mumkin-da. O'ziga bog'liq. Sparkning pulini olish o'ziga bog'liq xullas. O'ziga bog'liq qilib qo'ydi. Ha, yaxshi. Olib berildilarmi birodar? Endi Bahodir akam olib turadi reklama menga. Ha, storieslar olib turadi ko'proq. Bizga oling Bahodir aka. Biz mashhur emasmiz, lekin olavering. Ha, siz reklamangiz ko'p-ku. Mana siz ham menga reklama berasiz-ku. Hech nima olib beraman o'zi. Oybek akam YouTube'da menga ko'p reklama beradi. Tinkoff'da, AliExpress'da yana nima berasiz aka? Ha, gigantman, kichkinalar bilan aytaman. To'g'ri, kichkina narsalar bermaydi. Katta reklamalar beradi Oybek aka menga. Melish shart emas. Istoriya shart emas. Demak, planlaringiz katta. Planlar katta aka. Bu yil juda katta planlaringiz. Juda katta. Men bularni hattoki bir kunda nechta tug'ilgan kunga chiqadi, nechta taksi prankda, nechta reklama, hammasini o'zim xomchut qilib yuraman-da men. Ulardan keladigan dohod va nechta uy olsam bo'ladi, nima hamma yo'g'ini hisob kitob bilan qilib yuraman men aka. Xudo xolasa yaxshi niyatda qilyapmiz aka, birovga yomonligimiz yo'q. Yaxshi niyat qilyapmiz. Demak, orada bularni ham tajribasini oshirishda tug'ilgan kunga chiqqan sari odamlarning oldida gapiraver, bularni ham diydasi qatiydi, beti qatiydi, gapga usta bo'lib boradi. Bugun tug'ilgan kunda aytgan gapimni ertaga boshqacha aytib ko'ray deydi. Ana kuzam ham kuzga aytganman, topgan pulingni 3 dan 1ni beraman deganman. Sen menga bir oyda 10 ming dollar olib kelsang, senga 3 ming beraman deganman. U qiz endi aktrisa qiz, bu alohida o'zi loyiha bilan loyihaga chaqirdim-da uni alohida uni. U как будто mendaqa odamda bitta. 3 ming topsang 1000 beraman deganman. 10 ming topsang 3 ming beraman deganman. Harakat qilyapti u ham. Men taksi baranklarimni ko'rib chiqdim. Gapga usta bo'l dedim. Bu yo'qda O'zbekistonda taksida prank qiladigan qiz hozir yo'q-ku. Hozir yo'q, oldinroq bordi. Bor edi. Ya ulardan chiqmasdi men ko'rganman. Men bunga o'zim ko'zim yetib o'zim chaqirdim. O'zim kuzatib yurib 6 oy 7 oy. Ko'zim yetib turib o'zim keyin chaqirdim. Keyin men har kuni maslahat, tavsiya beryapman-da. Prankni qanaqa qilish kerak, qaysi Shartnoma nima bo'ldi endi? Qaysi? Faqat protsentga ishlaydimi u qiz? U o'sha taksida prankda 2 ta reklama oldingiz. Birinchi prankka bitta reklama qo'ydim xolos. O'zim. Bitta yer sotiladiganiga shu yerda reklama. Doilasi bormi qiz? Bor. Monetizatsiyadan. Yo'q. Reklamada, monetizatsiyadan yo'q. Monetizatsiya katta tushmaydi-ku. Chunki monetizatsiyani indaganim yo'q. U endi rasxodlarimizga chiqib turadi-da bu. Lekin anaqa doila bor. Doila bor. Men endi qo'shimcha narsa-da, endi hozir o'zimni taksi pranki, buni taksi pranki bo'lsa, keyin serialni boshlasam, YouTube kanalim to'ladi-da ichi. Har kun ketaveradi. Ha, umuman degan 2 kundan ketadi. Undan tashqari ham fayllarimizni ham qo'yamiz ichiga. O'zi qachon professional ishlaysiz? Prям aytganingiz. Mana shu oydancha bir ko'raylik, maza qilaylik biz ham. Professional deganingiz qaysi ma'noda? Biz kameralar bilan prям o'z faqat telefonda ishlaysiz. To'g'ri, faqat telefonda ishlayman, lekin mana bolalar bilan niyat qilib turibmiz. Mana serialni kamerada olmoqchimiz. Serialni kamerada olmoqchimiz. Olmoqchimiz, kamera sotmoqchimiz? Yo'q, tanishlarimizda kamera ko'p bu. Arenda. Ha, arenda olamiz. Endi sekin-sekinda hozir aytdim, o'sha operator, montajyor bola bilan gaplashdik. Keling dedim, ertaga ko'rishamiz. U bolaning ishlari menga yoqsa, bo'ldi, men ishlataveraman, mana shunaqasi uni ham kelishib olsak, o'zimiz bolalarni ham bemalol kameraga tayyorlasak bo'ladi-da. Hozir mana bular telefonda yaxshi. Bola o'rgatadi endi bizlarga kamerada ishlashni, biz mobilograflarimizga. Sizda hozir nechta mobilograf bor? Menda bitta mobilograf bor, xolos, o'zimcha. Ikkita anaqa ssenariy yordam beradigan. Ssenariy yordam beradigan ikkita, 3ta bolalar bor. Muhammad Ali aka asosan shu anaqa tabriklarga, reklamaga
Reklama, tabrik, adminda, glavniy admin Muhammad Ali akam. Eng ko'p shunga telefon qiladi. Ulardan o'tadi hamma narsa. Ha, Reklama. ularni qo'lidan o'tib keladi. Sizga. Sizdan primoy sizga chiqsa arzon bo'lib ketadi narx. Yo'q, primoy tanishlarim menga chiqadi baribir. Baribir shunaqalar bor. Cheres qilib yurib birovlar orqali chiqadiganlar ham bor baribir. O'zimga ham. Demak, bu yilgi maqsadlaringizga erishing, planlarni qiling aka. Chunki knopka olishingiz kerak sizdan. Oltin knopka. Oltin knopka hali to'ldirganimiz yo'q. O'sha mana podpisчигimiz 28 ming bo'libdi hozir. 1 million 28 ming bo'libdi. 1 million bo'lganimizdan beri oltin knopka ariza topshirmadik. Topshirish kerak. Bugun topshiramiz aka. Yo'q, ariza bugun topshirilmaydi. Bugun служба поддержкаga yozib qo'yamiz. Biz 1 million bo'ldik. Keyin qancha topshirsa keyin meni rozi qiladilar komandamni. Knopkalarni beramiz. Kumush knopkami ham siz o'zingizlar berasiz, kumush knopkami aka? Mana uyim kelganmi? Yo'q, siz 100 kelgan. Siz topshirib bergansiz. 100 ming bo'lgan. Men o'zim taraf to'ldirganman, 100 ga kelgan. Uyimga kelgan. Men unaqa narsaga aralashmagan sababi pulni ham o'zi olsin deyman, bu narsa ertaga ilishga yo'q. Boshida aytib ketay, bizni YouTube monetiza hamma yo'qlar qo'llavergan. Biz YouTube'da pul topishimizni boshlatib bergan odam oy berayim deyib bo'ladi. Akani oldiga borganman-ku. Mana bu 3% olsam bo'lar ekan o'shanda. Qo'ying o'zi 3% yalonlar ham oladi endi. Qolmaydi. O'zi monetizatsiya yozib bo'lsa, mayli yonib olsa aka. Endi-da, shunaqa qilsam bo'lar ekan o'shanda. Iloji yo'q ekan aka. Ras kutdik, monetizatsiyani 1 yil kutdik. Yonmaydi ekan O'zbekiston ham, Rossiya ham yonmaydi ekan. Nima qilamiz endi? Shu просто просмотрni ko'paytirish kerak ekan, xolos. Shunda bizni Rossiya bilan O'zbekistondan tashqarida turgan o'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik vakillari ko'radi. Masalan, Dubayda, Turkiyada, Qirg'iziston, Dubayda, Turkiyada, Koreyada, Amerikada yurganlar bizni tilimizni tushunayotganlar hisobidan endi bu pul. Конечно. Rozi bo'linglar, sizlar chetda ko'proq ko'raveringlar bizni. VPN yoqsa ham tushadi lekin. Ha, bizda Rossiyada, O'zbekistonda VPN dan ko'rsa tushadi. Lekin YouTube'da VPN bilan yoqib ko'rmaydi, lekin bular. Xo'p, niyatlar endi qanaqa podpischilarga, bo'lajak blogerlarga, bo'lajak deganlarga, bloger bo'laman deganlarga nima deyman? To'xtatmaslik kerak. Video hali qo'yyapman, prosmotr bo'lmayapti deyshadi ko'pchilik menga. Misol, menda ham taksida prank to 48-sonigacha zo'r ketmagan. Qarang, 48ta soni taksi prank aka. 48-sonigacha 49-si men tushganman-da. Yo'q. Ha, 49da ko'ring, 49-si Oybek Raymberdiyev degansiz. 29 deng? 49. Yo'q. O'shanda yaxshi ketib qolgan. Ha. Bizda ham eng balati 175 ming ko'rilganda o'shungacha. Qarang, ungacha 60 ming, 50 ming, 100 ming, yaxshi ketgan lekin. Podpischigiz yo'q odamga zo'r. Yo, lekin ana populyarность ko'chada taksi prank deydigan o'sha 48-soni bang'illab ketgan, millionni o'tib ketgan, hozir aynan 48-soni 2 million 600 prosmotr bo'lganda hozir. O'shundan keyin o'sha ko'chada hamma ko'rsa taksi prank. Mana aka qarang. Oddiy misol. Men Instagramga har kuni video qo'yaman-da, stories, lenta, vaynlar qo'yaman, reklamalar uchun boshqa qilamiz, lekin ko'chada ko'rgan 10 ta odam 9 tasi faqat taksi prankdan taniydi-da. Buni ham ko'radi, lekin anoni gapirgan yaxshiroq deydi deb o'ylaydi odamlar. Ano urginik palatda, ano taksi prank. YouTube'dagi. Ha, men shuning uchun buni men ancha oldin ham tan olganman. Men uchun eng asosiy platforma bu YouTube men uchun. YouTube. Men masalan mana ertaga Instagram bloglanib ketsa ham, TikTok bloglanib ketsa ham xabar bo'lmayman-da. YouTube bloglanib ketsa, men yig'lasam kerak. Yaxshi ko'raman YouTube'ni o'zim. YouTube seriozli narsa. Bilmaydi. Ijodingizni, sizni qilayotgan mehnatingizni qadrlaydigan narsa bu. Masalan, Instagramda, TikTokda bitta video qo'ysangiz, sразу uchib ham ketaveradi yoki prosmotr bo'lmay ham ko'radi-yu. Shunaqa narsa-yu. Ana algoritmiga tushunmaysiz, lekin YouTube unaqa emas. Yaxshi narsa bo'lsa ketaveradi. Yomon narsa bo'lsa qolib ketadi. Ha, shu prosmotrga qarab turib, yaxshi narsa qilyapman ekan, yomon narsa qilyapman ekan deyaverasiz. Shuning uchun YouTube'da ko'rib turganlar, YouTube'ga ijod qilmoqchi bo'layotganlar, bitta narsaga tushunmayman-da, YouTube pul bermay ekan deydi. Instagram ham o'zi pul bermaydi. Ha, o'zi boshdan beradi. Ha, boshdan o'zi bundangina bermaydi. TikTokda ham efir qilmasangiz pul bermaydi. Amerikada berar ekan Instagramga. Bo'lishi mumkin. Prosmotrga. Instagramga video qilib yurgani erinishmaydi-da, lekin YouTube'ga video qo'ygani pul bermay ekan deydi. Shunga hayron qolaman men aka. YouTube'dan ham katta reklamalar olsa bo'ladi.
yaxshi reklamani olsa bo'ladi. Bitta proyektning ichiga bo'lmadi deganda 2-3 ta reklama tiqsa bo'ladi-da. Albatta. Bu degani bitta proyektini $1000 pul bilan $1000 pulini olib turib keyin qo'ysa bo'ladi deganida bu. Zo'rda bu aka. Zo'r. Ham proyektingizdan pul topasiz, ham подписчик yig'asiz, ham shu $1000 bilan qo'ysa bo'ladi. Shunaqa. Mana hozir yangi chiqib kelgan blogerga ham $50 bering desa, birov orinmaydigan bo'lib qoldi hozir $50 ga. Albatta. $100, $100. O'sha $50-100 dan o'tdik-da biz. Ha, yo'q biz. Ha, oldin misol uchun $50. Vau, buncha qimmat deganda oldik. Hozir $50-100 misol uchun indamasdan o'sha etapdan o'tdik. O'sha odamlar tushunishni boshladi reklamani, boshqa narsani. Shuning uchun menimcha hozir ham kech emas, YouTube'da hech kim yo'q hali ham aka. YouTube bo'sh akalar, lekin hozir mana Instagram hamma Instagramda. Hamma Instagramda. Yo'q, men Instagramda nima uchun haligacha ijod qilamiz? Bu Instagramdan ham dohod kelib turishligi uchun ijod qilamiz xolos. Instagramdagi dohod uchun. Lekin asosiy karyera, litso, mashhurlik uchun YouTube baribir aka. YouTube. Misol uchun mana qanday o'ylayman-da, bitta 1 minutlik Vine'ingiz 3 million ko'rildi. Ha, lekin uni nima qilib o'tirganda bitta ko'rda o'tib ketdi-da, 25 minut ichida sizdekidaqadan 25 ta Vine ko'radi-da. O'sha siznikini xotirada qolish ehtimoli pasayib ketadi. Lekin 25 minutlik taksi prankni bunday ko'rib o'tiradi-yu, u 25 minut bitta odamni ko'rib o'tirganda miyasida qolib ketasiz baribir. Siz bitta sonini ko'rgan bo'lsa ham. Men shunaqa fikrlayman. Katta loyihalarda shunisi zo'r. Miyada qolib ketadi. Chunki uni hamma yo'q tegishtirib, "Yesh, chiqibdi-da yangisi" deb turib o'tirib ko'radi-da uni. Maza qilib Anondan o'tib ketadi. Ha, Instagramda Vine oladigan ko'p. Mana Vine, hamma Vine oladi. Vine oladigan ko'p, lekin YouTube'da taksida prank oladigan yo'q. Kam. Yo'q, shu tomoni zo'r. Shu tomoni. Lekin hozir YouTube'da serial oladigan ham qo'lmasan desa 3 ta chiqadimi? 2 ta, 3 ta, 4 ta chiqadi, xolos. YouTube'da serial olayotganlar ham. Men ham qo'shilsam, boring ana 10 tagacha odam olsa, 100 ta odam olmaydimi serial? Yo'q-da o'zi, serial olish kerak. Olish kerak, to'g'ri. Serial bosish kerak o'zi aslida YouTube'da. Serial. Keyin YouTube'da taksida prank qiladigan qiz ham yo'q edi-da, shuning uchun uni ham qo'shib qo'ydim-da ichiga. Yaxshi qilibsiz. Shunaqa. Aka, men to'g'risi xursandman siz uchun. Ko'p narsaga erishishim uchun xursandman men ham. Men xursand bo'lganim sababi 2024 omadli kelibdi. Uy, joy, mashina, yana planlar bor, xursandman. Chunki atrofingizdagi tanishlaringiz kuchaysa, xursand bo'lasiz-da. Endi kimga qanaqa bilmayman, men misol uchun men o'zim uchun xursand bo'laman. Tanishlarim yoki kimdir mashina olsa yoki nimadir bo'lsa, ma'lum gazini olsin. Bu havas qilib qo'yasizlar bizasiz. Siz ham mana uy ko'rsatmasin, mana kvartirali, mashinali, yana komanda kengayibdi, nimadirlar. Bu zo'r. Xudo xolasa kelgusi safardan balki aka, 3-kvartiramda olamizmi intervyuni yoki 2-dami deyish nasib bo'lsa, u zo'rda baribir. Yetkizsan, endi aka tezroq harakat qilaylik deyapmiz-da mana. Nimasi bo'ladi mana? Hozir jiddiyroq ijodga o'tadigan yoshga qarab ketyapmiz. Shuni o'ylab ketyapmiz-da aka. Jiddiyroq ijod degani nima? Shu to'lka serial, kino, shunaqalar o'zimiz oladigan darajaga chiqib qolyapti. Ungacha mana bunaqa narsa apparaturalarimizni tayyorlab borsak, ungacha apparaturalarimizda sekin-sekinlik bilan baribir hamma narsani qilib ko'rmagan ustida qiynalasiz. Men hozir bunaqa bo'lib bo'lganman. Birorta kino, serial ko'rsam ham kadrlar qo'yilishi, gapirilishi, qanday tutilyapti, kadr qayerdan qo'yilyapti, uni necha minut bo'lyapti. Shunaqa narsalarga e'tibor berib ko'raman. Hozir shunaqa bo'lib qolganman. O'zim ham xayolimda o'ylab yuraman serialni. Nimadir bir narsalar qilay men shu serialga o'xshagan narsalar deyman-da. O'sha jiddiyroq narsaga o'tadigan payt kelyapti aka. Vloglar. O'sha endi xudo xolasa yetib keldi. Bunaqa payt ham sayohatlarga chiqib, dunyo kezib vloglar qilish. Xudo xolasa. Sayohatlar xudo xolasa vaqt keladi deb o'ylayman. Lekin hali unga ulguramiz. Hali yosh bo'lsa, lekin sayohat qilsangiz, endi men sayohat qilmaganman. Sayohat qilsangiz anaqa deydi-ku, nima desa bo'ladi. Miyani charxlab olasiz, yangilanib yana iziga kelaverar ekan. Dam olib chiqadi. Hali men bir marta Ozarbayjon Bakuga borgandim, tushunib yetganman aka. Borgandim va maza qilib o'rganman aka. Ha, maza qilganman aka. Ko'p narsalar olib kelganman o'zim uchun. Endi mana Ramazondan keyin xudo xolasa sayohatga chiqmoqchimiz kamanda. Xudo xolasa. Hech bo'lmaganda 3 oyda bir sayohatga chiqsangiz ham 1 oy, 1 yilda 4 ta davlatga chiqib qo'yasiz ekan. Shunaqa plan qilyapmiz endi aka. Xudo xolasa. Rejalar ko'p aka, xudo xolasa. Yordam berasiz endi. Mayli, nima qo'limdan kelsa, qo'limdan kelguncha yordam beraman. Biror marta qochmaganman, bilasizku.
Yordamdan qochmaganmiz. Pul taraflar bo'lsa so'ramasangiz bo'ldi. O'zi Oybek bilan intervyu qiladigan bo'lyapti o'zi. Men siz bilan intervyu. Siz qarang, siz hech kim intervyu qilmagan ekan-a? Yo'q, qilgan men. Kim? Qilgan o'sha Ulug'bek. Qaysi? O'zbekiston bor, YouTube O'zbekiston. Ha. Lekin borib qilmaganmi hech kim? Yo'q. Bo'ldi. Men keling, bitta oz hamma oldi va'da qilamiz. Va'da qilamiz. Ha? Men Oybek Raymberdiyevni o'zini ham borib, uyi, ofisi, har bitta kompyuterxonalari, o'sha yerlarda nima bizneslari bor, zaksga chiqadigan mashinalari, hamma bizneslari bor. Shularni ko'rsatib, aytib, ochib, oylik doxodlari, ammo Oybek bilan gaplashsak $50,000 pasida gaplashamiz-da. $2000. Ha, o bo'ldi. Nima deysizlar? Kommentariyaga yozinglar. Agar davay boring desa, to'xtang. Kommentariyaga yozing. O'chirib olmaysiz yozgan kommentlarni aka. Yo'q. Kommentga yozinglar. Agar bu davay Oybek Raymberdiyevni borib intervyu qiling desanglar, men borib intervyu qilaman. Bunaqa $50,000 haqida gapiraman. Intervyu qilsam rozi bo'lasizmi? Men 100,000 marta roziman. Yashiradigan ishdan prosta bunaqa $50,000. Bu qachongacha faqat Oybekga intervyu olib yuradi odamlardan, to'g'rimi? Biz ham olaylik sizdan intervyu. Qanaqa zaksdagi mashinalar hayronman. Nimadirlar? Geliklaringiz bor, zaksda. Qanaqa gelik qo'rqitadi. Kontrolni 3 ta emas-ku. Zaksda geliklari bor, o'zi velikda. Tashqi ko'rinishda. Yo'q, unaqa demang. Siz yomon ekansiz. Xullas, intervyu qiling deysa, misol uchun, pashasta любой время borasiz. Bo'ldi. Vaqt bu qochilmaydi intervyudan. Borib hamma narsani ko'rsating. U yashiradigan narsani men bu yo'l emas menga. Aytaman, sizga o'xshagan uyim bor. Va mana sizga borasiz, meni biladi. Sizga qanaqa bo'lsa uyingiz, men ham uy shunaqa. Men uyga mehr bermaganman, bola biladi. Siz uyingiz qanaqa bo'lsa kirgan, xuddi shunaqa uyim bor. Uyimiz aka. Eshigimiz даже bir 2 millionli eshik sizga o'xshagan, 15 millionli eshik emas. Darvozamiz. Oddiy. Kvartirasi ko'pda kerak ekansiz. Yo'q, kvartiram qolmagan bitta. Kompyuterxonada uxlayapsan. Ha. Hovlim bor, meros qolgan hovlim bor. Bobomdan meros qolgan hovli bor. Ya'ni hovli, yer bo'lgan, hovli qilganmiz yer bo'lgan. Lekin hamma sharoitimiz gaz, suv, svet, hamma narsamiz bor, sharoit bor. Yo'q aka. Lekin любой время intervyu agar qiziq Yozinglar. qiziq bo'lsa agar yoz. Sizlarga Oybek Raymberdiyev bilan intervyu qilishim qiziq bo'lsa, hamma faktlarni ochib tashlayman, sirlarni ochib tashlayman. Shunaqa sirlari bor. Qanaqa sirlar? Yomonlari bor. Xullas, o'rtoqlar, intervyuni sal qiziqarli qilish uchun oxirini qizdirib qo'ydi G'ayratbek akamiz. Yo'q, rostdan hozir kelib qoldi shu fikr. Ha, agar kimgadir qiziq bo'lsa, пожалуйста, mana ko'rsataman. Hamma narsani menda realni olib boraman, ko'rasizlar, hammasini qancha doxod qiladi, hammasini ko'rsatib beraman. Yashiradigan narsam chunki men soliq to'layman-da har oy. Normal soliq to'layman-da. Agar anaqa bo'lganda soliq to'lamaganimda men yashirardim. Hammasini soliqni to'lab, shuning uchun bemalol любой doxodimdan gaplashaveramiz. Chunki hammasi oq bel deydi. Любой время har oy soliq to'layman. Svet, suv, gaz hammasi davlatda boy qilyapman. Tadbirkorman chunki. Tadbirkorlik bu yaxshi-da bu. YTT, ha? YTT bor, OOM bor, hammasi bor ekan. Kuchli. YTT 3 ta. 3 ta YTT bor. Bitta OO bor. Kuchli sakas. Ha, yana bitta proyektga sizdan o'qimoqchiman. Sherik qilmoqchiman. Aytgandim sizga uy-joy proyektim. Hop. Nasib xudo xolasa start bersam, o'zingiz reklama qilib berasiz. Unga shartnoma qilamiz. Olasiz 1 yilga, olasiz 6 oyga, olasiz 1 oyga. Bo'ldi aka, zaklatlarni bugun bersangiz. Hozirdan beraymi? Pul yo'q menda hozir. O'rtoqlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Intervyu qiziq bo'lsa yozinglar. G'ayratbek akamni sostoyaniyalar qanchaligini kim yozib, shuni to'g'ri yozganga men o'zim $100 tashlab beraman. Qarasi, sostoyaniyasi bor. Odamni misol uchun turishi qanchaga javob beradi. Ya'ni kvartirasi, mashinasi, uydagi puli. Kim toshni yozsa, siz mana shu odam to'g'ri yozdi, biron kimga yozdirmang. Mana shu yozdi deb o'zingiz javob bersangiz, men $100 kartasiga naqd tashlab beraman. Topishalmaydi aka. Topishalmaydi. Men o'zim hisoblab chiqaman. Jiyanga aytaman, bor yoz deyman. Ya qarashishni qilsa, пожалуйста, $100 mendan. Ters kartalarga. Agar mabodo videoni oxirigacha ko'rib turganlar, bular nima bu seriyozdan bo'lyapti, odamda mensimaydiganga o'xshab o'tiribdi.
bular kim urib ketibdi, nimaga unaqa deydiganlar bo'lsa, mana Oybek aka ko'rsatyapti. 17:51 akalar. Yarim soat qoldi. Ha, og'iz ocharga yarim soat vaqt qoldi. Shu sabab bo'lyapti biz ana sal lanzlashganmiz. Lekin videoni ham abitda boshlaganmiz aka. Ha, abetda boshlaganmiz videolarni. 3 3 ta boshlaganmiz. Yo'q. 3 ta boshlaganmiz aka. 2,5 Men yana yo'lda kelganim, uxlamaganim, bir ikkitasini ikkita operatsiya. O'shuncha sal suzilib turibmiz, o'shuncha buni e'tiborga, hali mashina e'tiborga olib qo'yiladi deyapman, xolos. Yo'q, biz bunaqa narsa emas. Sal bizda hali ham samimiymiz. Degan joy bor. Hali ham samimiymiz, hali ham jaydarimiz, prosta bir narsani hisobiga olib qo'yiladi. Ha, lekin intervyu qiziq bo'ldi. Menga ko'p narsalar yangilik bo'ldi, ko'plagan yangilik bo'ldi, bilmasdi ko'plar. Siz kostyum shimlarda turib O'zbekiston, YouTube O'zbekistonga bergan intervyungizda shunaqa gapirdingiz, jaylar gapirdingiz, lekin akkuratni kostyum shimlarda bor. Ha, unda Zo'r TVdan syomkadan chiqqanligimiz uchun aynan bordim. Bo'lmasa bordim, mana boraman men. Demoqchi bo'lganimki, shunaqa qildingiz, Ulug'bek aka anaqa savol javob qildi, chotki, menga Zo'r bo'ldi. Men o'zim ham maza qilardim intervyuda. Ko'rib ham maza qilardim. Prosmotr ham birinchi o'rin turibdi. Xalqqa hammaga yoqqandi. Chunki yerda konkret ma'lumot berganman, foydali narsa berganman deb. Nechtasi shundan keyin tagidan ma'lumot oldik, rahmat, foydali bo'libdi deb yozgan. Yosh blogerlarga. Xullas, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. G'ayrat Mahmudov Gary Vine taxallusi bilan hozirda taksi pranka banglatayotgan. Kelgusida 3-kvartirali olganlarda kelamizmi, ko'ramiz. Qo'limdan tashrifi o'shanda menimcha davom ettirsak kerak. Bu xolos aka. Biz aslan Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammaga rahmat. Ketdik endi iftorlikka aka. Bo'ldi. Joy aytib qo'yamiz. Iftorlikka boramiz endi aka, ketdik.